Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bugun 2026-yil 8-avgust Andijon viloyati Xonobod suv omborini oldida chiroyli xonadonda ishimizni yakunladik. Ko'rishingiz mumkin. O'ta chiroyli chiqdi, ixchamgina bo'lib, mangalimiz. Bu yerga moykamiz bo'ldi. 4 komfortli gazimiz, tagiga polkali qildik. Sentrini olib gaz plitani o'rnatib berdik. Hop, bu yerga davr metalli chugun qozoni bo'ldi. 30 talik eshiklar bilan mangalimizni ko'rishingiz mumkin. O'ta chiroyli chiqdi. Buni Erondan kelgan agneporniyda terib berdik. Shamon deydi. Hop. Ko'rasiga mana bunaqa agneporniysi bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, g'ishtlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilasiz. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Hop, bu yerga 22 litrlik qozonimiz bo'ldi. Bu ham davr metallik, uni ko'rsatib qo'ying. Davr metalli chugun qozon 22 litrlik bo'ldi. Yoqqanmiz, xudo xolasa. Qo'yishinglar mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'qsa like bosib, asosiysi obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana eshikni yopib turib, mana ko'pchilik yo'qmasdan video qilasiz deydi. Mana yopib turib video qilamiz mana. Tortini, xudo xolasa. O'ta yengil tortadi. O'ylaringlar namasini qolatirmaydi. Xo'p, mana bundan yo'qmaganmiz. Mana yo'qilmagan holatda ko'rishingiz mumkin. Tega ko'rsatib qo'ying, yo'qmaganmiz. O'sha holatda ham tortadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilasizlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyagacha xizmatlarimiz bor. Albatta narxi kelishilgan holatda. Yo'qsa like bosib, asosiysi obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha odamga tashab qo'yasizlar. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, yo'qsa telefon qilsangiz, direktdan yo'qsa telefon orqali gaplashamiz. Asosiysi like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, keyingi obyektlarniki bo'lishi mumkin. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, rahmat.